Salom o'rtoqlar, bugun bizning obzorimizda stomatologiya dizayni. Men Muzaffar Alimovich, Luxury O'zbekiston dizayn studiyasi asoschisiman. Biz jamoamiz bilan aynan klinikalar va stomatologiyalarni remonti va dizayni bilan shug'ullanamiz. Va bu stomatologiyamiz ham shulardan bitta misoli. Buni dizaynini ham, remontini ham o'zimiz qilib, topshirib berganmiz. Eshikdan kirishimizga biz shunaqa oyna qo'yganmiz. Bu kelgan mijozlarimiz bitta kelib rasmga olib ketishganda bizning brendimiz ko'proq rasmga tushsin, ko'proq taniqli bo'lsin deb va buni materialni biz gipka keramikadan qilganmiz. Bu skala tosh effekti. Nimaga skala desak, stomatologiya interyeri maksimal odamga yoqimli bo'lishi kerak. Ya'ni buni o'zini filosofiyasi bor. Gap shundaki, odam bu yoqqa og'riq bilan keladi va bu og'riqlarni biz maksimum esdan chiqarishga harakat qilishimiz kerak. Bu interyerlarimizni biz ko'proq tabiiylikni targ'ib qilishga, tabiiy narsalardan foydalanishga harakat qilganmiz. Ya'ni bu gipka keramikamiz bizga tosh effektini beradi va buni ustida lak qoplami bor. Bu o'zida bakteriya saqlamaydi. Interyerimiz davomida bu qismiga kutish zali joylashtirganmiz. 4 kishiga kutish zali, ya'ni bizda 4 ta xona bor. Shu 4 ta xona uchun 4 kishilik kutish zali. Devorlarimiz och ranglarda va ozgina to'q aksent qo'shib ketganmiz. Sababi hamma yoq bir xil rang bo'lsa ham interyer sovib ketish ehtimoli bor. Ya'ni juda ham ochiq ketadi. Buni to'g'rilash uchun biz balansga keltiramiz. Ya'ni orasiga to'q rangli elementlar qo'shib ketamiz. Bu vizualniy balansni hosil qilib bizga shu kontrastni beradi. Bu interyerimiz premium ko'rinishga xizmat qiladi. Devorimizga ahamiyat qaratamiz. Devorimiz fakturali однотонный rangda bo'lgan. Bir xil tondagi rang, lekin buni fakturasi bor. Bu art beton deyiladi. Juda ham estetik ko'rinadi, odamga yoqimli, odamni charchatmaydi. Ya'ni atachenta hozir ko'p ishlatiladi. Undan farqli, bu bir xil tonda turadi. Atachenta odamni joniga tegadi. Odamning kayfiyati bo'lmasa, unga ta'sir qilgan material hisoblanadi o'zi. Bu bo'lsa art beton, bu odamni umuman charchatmaydi. Ya'ni buni rangi ham bejli rang, insonga sokinlik bag'ishlaydi. Endi buni yonida biz derivanniy material ko'rganmiz, taxta material. Buni materiali bambuk panel, fakturasi taxtaniki. Mana shu ikkalasi kontrast bo'lib bizga premium atmosferani beradi. Endi asosiy e'tiboringlarni svetga qarataman. Svet bu yerda eng asosiy rolni o'ynayapti. Ahamiyat bersanglar, bizda har bitta bo'linmalar uchun aksent svet berilgan. Ya'ni biz chochma LED o'rniga aynan funksional yo'ritilgan trek pushkalarni qo'yganmiz. Bu bizda aynan devorni yoritib turibdi va orasida tochishli uzun освещениямiz bor. U polimizga tushib turibdi. Shuning hisobiga interyerimiz premium atmosferani beryapti. Ya'ni bu interyer shunaqa qimmat remontda ham juda ham arzon ko'rinib qolishi mumkin, qachonki svet arzon ishlatilsa yoki noto'g'ri qilingan bo'lsa. Biz bu yoqda svet bilan juda ko'p o'yin qilganmiz. Bu birinchisi poliydi, ikkinchisi mana shu aksent svetlarimiz, uchinchisi bizda aynan polimizga tushib turgan svetlar va podsvetkalarimiz. Devor eshiklarini oldida biz tablichka uchun mana shu yoqqa joy qoldirganmiz. Bu orqasidan podsvetka tushib turadi. Bu tomonda bizda yozuv, aynan doktori ism familiyasi bo'ladi. Orqa tomonida reception. Reception uchun ham alohida lyustra berganmiz. Bu ham stolni yoritadi va dekorativ sifatida o'zining tepasida yoritish paneli bor. Bu pastdan tepaga podsvetka tushirib, yumshoq atmosfera qilib turadi. Ya'ni общий interyerimizda yumshoq svetdan foydalanilgan. Ko'zga hech qanaqa svet tushmaydi. Ahamiyat beringlar, hech qayerda ko'zga tushadigan svet yo'q. Va bu joyimizda svetovoy prion bor. Bu ham dekorativ освещение hisoblanadi. Buni biz natijnoy potolokdan qilganmiz va mana shu joyimiz bizda ichiga LED taxlangan. Bu bizga yumshoq dekorativ освещениeni beradi. Endi bo'lsa navbat xonani ichini ko'rishga. Xonamiz devorlariga biz Ecoplit mahsulotini ishlatganmiz. Biz premium stomatologiya qilayotgan bo'lsak ham biz ham premium ko'rinadigan, ham budjetni qilish vazifasi qo'yilgan edi bizga. Shuning uchun biz devorlarga Ecoplit mahsulotini qo'ydik va bu ancha
premium effektini bergan holda bizga budjetli yechim bo'ldi. Tepa shkafchiklarimiz bizda push sistemada bo'lgan va mana bu qismida podsvetkamiz bor. Bunisi bizda sensorli. Mana shunaqa yonadi va shunaqa o'chadi. Pastki qismida tortmalarimiz bor. Pastki qismida ham biz ruchkalarni ishlatishdan qochdik. Lekin push sistema qilsak, bilasiz, push sistema ko'pchilikka yoqmaydi. Ya'ni bir yopilib, bir yopilmasligi mumkin. Shuning uchun biz skritli peteldan foydalandik. Mana bu shaqib ochilib yopiladi. Juda ham qulay ishlatishga va bu dog' bo'lib ketmaydi. Ko'pchilikingizda stomatologiya uchun ham qulay narsa. Xonalarimiz bo'yicha davom etamiz. Davomida bizda ikkinchi xona. Hamma xonalarimizda texnik dizaynimiz bir xil. Ya'ni har bitta xonada назначение stoli, kreslo va kresloga yaqin joyda bizda ish zonasi bo'lishi kerak. Bu xonamizda orqa tomonda ozgina joy ortib qolgan edi. Biz buni unumli foydalanish uchun dekorativ zona qurdik. Bu joyimiz bizda to'liq oyna bilan germetichni yopilgan. Ya'ni sanpi normalariga 100% to'g'ri kelish uchun hech qanaqa chang yig'masligi uchun biz bu joyni to'liq oyna bilan yopib, uni yopishdan oldin o'sha dekorativ svetlarni ichiga qo'yib, podsvetkalar bilan chiroyli qilib qo'yganmiz. Ya'ni xonaga kirgan odamga bu juda ham uyut bag'ishlaydi, ya'ni yoqimli effekt bo'ladi, lekin sanpi normalariga 100% to'g'ri keladi. Xonamizning bu qismida bizda xuddi o'sha mebelimiz ustiga bambuk panel yopishtirilgan. Bu qismi sensorli. Stomatologiya bo'ladimi yoki klinika yoki istalgan tijoriy binoda eng e'tibor berish kerak bo'lgan joy bu sanuzel deb hisoblayman. Chunki tashkilot mijozlarni qanaqa darajada hurmat qilishini mana shu xonadan bilib olsa bo'ladi va bizani binoda bu shunaqa dizaynda. Binoyimizning bu qismida yana ikkita xonamiz bor. O'sha boshqa xonalar bilan bir xil va har bir stomatologiyani yuragi bo'lgan hamma texnik xonalar podval qismida joylashgan. Podvalimiz bu qismida xodimlarimiz uchun sanuzel mavjud, sanuzel va dush. Bu qismida bo'lsa bizda oshxona xodimlar uchun. Podval koridorlariga biz ekoplit mahsulotini qo'yganmiz. Bu gipsakril. Bu xonamiz bizda garderob xonasi, xodimlar kiyinish xonasi. Davom etamiz. Bu joyimizda eng asosiy xonalardan biri sterilizatsiya xonasi. Bu qismida bizda ikkita xodimlar dam olish xonasi mavjud. Bu xonalarga kirib o'tirmaymiz. Bu yoq qismida bizda texnik xona, laboratoriya. Bu yerda hozir ish ketayotgan bo'lganligi uchun bu yoqni ham ko'rsatmasligimizni iltimos qilishdi. Bu qismida bizda auditoriya xonamiz, dars o'tish uchun. Auditoriyada bu yoqda dars o'tish uchun mo'ljallangan, devorlariga ekoplit va gibka keramika mahsulotlarini aralashtirib qo'yganmiz. Podsvetkalar bilan mazza qilib dars o'tish uchun qulay qilingan. Bir tomonimiz to'q rang, bu dars o'tish uchun aynan ekranga qaraganda aynan ekranni o'zi ajralib turish uchun to'q rangda qilingan. Bu yoq tomonimizda o'rtada logotip uchun joy qoldirilgan podsvetkalar bilan shunaqa kombinatsiyada chiroyli qilib chiqarganmiz. Siz ham o'z interyeringizni stomatologiya, klinika yoki har qanaqa tijoriy obyektingizni remont va dizayn qildirmoqchi bo'lsangiz, bizning jamoamizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda hozircha shu. Ko'rganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.